Qadrdon muxlislarim, mana qovoqli dilmamiz tayyor bo'ldi. Qani endi dasturxonga marhamat. Qadrdon meni muxlislarim. Assalomu alaykum qadrdon meni muxlislarim. Bugun sizlar bilan qovoqdan dilma tayyorlaymiz. Buning uchun masalliqlar: bir dona o'rtacha kattalikdagi qovoq, tuz va dorivorlar. Men 100 gram mayda guruchni qaynatib qo'ygan edim. 150 gram qiyma, 2 dona piyoz. Qani endi boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Men qovoqni pustini archib, katta bo'laklarga bo'lib olaman. Qovoqni men ichini mana shunday qilib uyib olaman. Men qiyma tayyorladim. Mana go'sht, chalab pishirilgan guruch, piyoz, dorivor va tuzni sepib mana shunaqday holatga keltirgan edim. Endi qovoqni ichini uyaman. Ana qovoqni men ichini bo'shatib tozalab oldim. Endi buni ichiga qiymalarni joylayman. Va mantiq qozon lappaga terib pishiramiz bularni. Qadrdon muxlislarim, mana qovoqlarga men qiymalarni joyladim. Endi mantiq qozon lappagida bularni 40 daqiqa davomida pishiramiz. Qadrdon meni muxlislarim, ana qovoq dilmamiz juda ham xushxo'r bo'ldi. Bu oshqozon ichak kasalliklariga davo hisoblanadi. Qovoq dilma